Hammaga salom, yaxshimisizlar? Kelinglar bugun kabachkidan sirli palchkalar qilamiz. Buning uchun bizga kabachki kerak bo'ladi albatta. Kabachkini shunaqa bo'laklarga bo'lib olamiz. Tayyor bo'lgan kabachkilarimizni endi marinad qilib olamiz. Buning uchun bizga shunaqangi marinad uchun shunaqangi nima deydi? Spetsiyalar kerak. Qishda masalan bular quritilgan ishlatishlari mumkin. Hozir yozlik uchun shundan foydalanib svejilardan foydalanamiz. Bularni men yuvib quritib oldim. Endi mayda qilib to'g'rab olamiz. Mana buning uchun rozmarin, bu timyan, bu oddiy o'zimiz rayhon barglari. Rayhon barglari. Bu petrushka mumkin, ukrop mumkin. Qanaqasini uylayni, qanaqa zelni topsalar, foydalanishlar mumkin. Mayda qilib to'g'rab olamiz. Kabachkilarimizni marinad qilamiz. Ko'katlar tashlaymiz, zelenlarni. Yog' quyib olamiz. Mana olivkoviy yog' quyapman, xohlagan yog'ni qo'shish mumkin. Tuz, ta'bga ko'ra. Murch. Aralashtiramiz yaxshi. Kabachkilar marinad bo'lguncha parmezan siridan qirg'ichdan o'tkazib olamiz o'zginasini. Sirimizni to'rtkadan o'tkazib olgandan keyin kabachkilarni shunaqa qilib parmezanga botirib chiqamizda. Shu patnisga terib olamiz. Hop, shu tarzda terib chiqamizda. Duxovkaga 15-20 daqiqaga. No, duxovkalarga qarasalang bo'ladi. Men 180-200 gradusga odatda qo'yaman. Qizib turib. Yo'q. Tayyor. Endi baliq tayyorlaymiz. Mana paps, oq baliq. 2-3 qoshiq nimaga? Unga tuz solamiz. Murch. Aralashtirib, baliqlarni bo'lib chiqamiz. Bu yerda baliqlarni men salitdan perchizdan qilmaganman. Unda qilib olyapman. Все. Qanday tomonidan shunaqa qilib bo'lib. Buni oldik. Endi men qarayapsiz. Baliqni qo'rayotganimda o'ziga ko'p yog' emasligi uchun nimadan foydalanaman? Qog'ozdan foydalanaman. O'qitishlik uchun birinchidan skоворodkamizni saqlaydi, ikkinchidan bunga unaqangi ko'mib yog' quymaysiz. Skоворoddan o'zida qo'riydigan bo'lsangiz, baliq juda ham ko'pgina yog' emadi. Nimagadir men qog'ozda uncha yog' emaydi. O'tsa bitta layfhak. Mana yog'i kam bo'lsa ham, lekin baliq yaxshi qo'rilgan. Mana baliqlarimiz tayyor bo'ldi. Boyaga qilgan kabachkimiz bilan birga. Dasturxonga tortishimiz mumkin. Kabachkilarni chesnokdan yubkadan chesnok chiqarib olib, marinadga qilayotganda chesnokga aralashtirib olsalaring, вообще wow bo'ladi. Hammaga qo'yishda qara.